Men 2008-yildan beri shu yerda ishlayapman. Bizning maktabimiz rus tiliga ixtisoslashtirilgan. 5 yil ichida shu sport zali qurildi. Bundan keyin mana 3 etajli binoyimiz qurildi, ya'ni qo'shimcha bino. O'sha men kelgan paytimda menda 700 dan oshiq bola o'qirdi. Hozirga kelib maktabga talab kuchli bo'ldi. Bolalarimiz ko'paydi. 2000 dan oshgan. Demak, sharoit yaxshi bo'lgandan keyin sharoitlarimiz mana yaxshilandi. shuning uchun o'quvchilar soni ko'payyapti, o'qituvchilarning sifati kiryapti, to'g'rimi? Sifat kiryapti, ta'limda o'zgarishlar juda ham katta bo'ladi. Buning hamma sababchisi ham muhtaram prezidentimizning ta'limga bo'lgan e'tibori bo'ladi. Biz paytda o'qigan, men aytaylik 85-86-yillarda bunaqa sharoitlar bo'lmagan. Shohista opa, bir gap, 86-yilni gapirmang, bir 10 yil oldinga. 10 yilga oldin ham aytsam bo'ladi, to'g'ri, gapingiz ham to'g'ri. 10 yil oldin ham. 10 yil oldin bunaqa payt nima qilgansiz? Qayda bo'lardingiz? Endi paxtada bo'lganmiz-da, albatta, paxtada bo'lganmiz. May oyi kelganda yanganamiz shunaqa narsaga chiqardik. Bu bunaqa paytda biz hamma o'quvchilar bilan birgalikda paxtada bo'lardik. Mana sharoit qarang endi. Hozir nima bo'lyapti maktabda? Maktabda aniq fanlar bo'yicha tuman bosqichi olimpiadasi bo'lyapti.